Qizlar, internet portlaridan bo'ylarimizni obzor qilib beraman. Qizlar ko'rayotganda bu zip bo'y o'zimni kiyib ko'rsatdim. Qizlar, shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni seri va shunaqa jigarrang ranglari bor. Juda ham mustahkam ko'rayotganida, shunaqa ichida korsetga o'xshagan krючоклari bor. Ya'ni juda ham qadalishga oson bo'ladi va zamoklari ham mustahkammi deb so'raysizlar. Обязательно mustahkam qizlar, ko'ryapsizlarmi? Bittida chiroyli taqiladi va juda ham mustahkam. Ko'kraklar uchun spesial joylari bor, qizlar, karmashkalari bor. Shunaqa lamkalari qalingina, ko'kriklarni hamma razmerlarni ko'taradi qizlar va lamkalar regulirovka qiladi. Tualetga qanaqa fonda boramiz deb so'rasanglar, mana shunaqa qilib tagdan ochiladi qizlar. Bemalol tualetga kirsalar bo'ladi. Buni jigarrang va seri ranglari bor. Mana o'zim kiyib yuradiganim S razmer qizlar. XS kiyadigan qizlar ham bemalol kiysalar bo'ladi. Ko'rayotganingizda menda umuman lifchik yo'q ostida. No, shunda ham shunaqa chiroyli zo'r ushab turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Mana sizlarga sakrab beraman. 1 2 3 4 1 2 3 4. Xullas, zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol shu aktualnidan o'zlarini o'qisangiz bo'ladi va zakaz uchun zip so'zini kommentariyaga yozing. Bu M razmeri, menga katta qizlar, bundan kichkinasi S. Bu 2-4 sm gacha staningizni qisqartiradi va hamma yog'laringizni silliqlab, chiroyli qilib turadi.